Biz ham ko'chada o'tirib, Bu qizni tashlab ketildi. Nima maslahat berdingiz keyin siz? Hali qizishyapti. Men yaxshi eshitdim. Sizni o'zingiz qizishayotganingizni ko'rib qo'rqib ketdim. O'zingizni farzandingiz boshqa, buni farzandi boshqa aka. Dadalik Ochig'ini qilinmaydi. aytaman-da. Chunki bu narsa meni boshimdan o'tdi. Menga ozor bo'ladi. Keyin qattiq desa. Birinchi to'sna ham bu 3-ro'zg'orim. Mana hozir kelib 3-ro'zg'orimda. Birinchi ro'zg'orimdan bitta farzandli bo'ldimmi? Bo'lganimda boshqasi ikkinchisiga erga tegdi. Bolangiz qani? Ikkinchisiga erga tegdi hozir. Ikkinchisiga erga tekkanimdan keyin undan bitta farzand orttirdimmi? Orttirganimdan keyin san ne dedi, shu bolani yo'qotmading deb dadasiga berib yubordi. Berib olib dadasi olib ketayotgan joyda dadasi ham u bola ham o'ldi. Avariya bo'lib o'ldi. Gapingizni bo'ldim, to'xtang. Endi hammani bolam o'tib qoldi. Undan keyin bir oydan keyin ikkinchi oilami ro'zg'orimdagi bolam o'tib qoldi. Isitma qarang. Hammani vijdoniga bog'liqda. Mana Toshkentda bir amakim bor. Toshkentda ishlaydi. 3 ta xotini bor. Mana qarang. 3 ta xotini bor. 3 xotinidan ham 2 tadan o'g'li, bittadan qizi bor. Bir xilda hammasi. Haligi o'g'lilari men borsam hammasi teng kelib quchoqlab so'rashadi, yaqinda uloqtashadi, bordik. Uloqda bir-biriga uloqda oshirib, ot minib yuritali bolalar aka-ukadaqa. Bitta xotin tuqqandaqada. Qarangda, u Endi boshqa. u vijdoniga bog'liqda odamni. To'g'ri, vijdoniga. O'shani hali otasi ajratsa, u bolalar ajrab ketaveradi. O'shalar inoq qilsa, o'sha bolalar inoq bo'lib boraveradi. Odamga ham aytamanki, o'zingiz dastingizga bersa, oling, olmaysiz. Bolasi yo'q. Bitta gap, bitta savol. Uylaning. Buni olaymi, olmaymi, bu ham turib qoldi. O'zingiz bilasiz. Buni o'ziga bog'liq, siz o'zingizga bog'liq. Bu yaxshi ko'radi. Tegaman oling, tegmayman oling. Turishini qarang, buni. O'zingizga bog'liq. Uy, siz ham yeringiz urarmidingiz? Ha? Yeringiz urarmidingiz? Qattiq yaxshi ko'raman. Mana uryapti. Men teriga yemayman. Pulingizni olib kelinglar,